Assalomu alaykum qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dastlabki xizmatimiz yana Kosonsoyga bo'ldi. Namangan Kosonsoyga. Bu amakimizni ukalari kecha zakaz qilishganda olib kelib berdik. Bu yoqqa ham yoqib qolib. Mana amaki. Mana bu tanijoninglar sog' bo'lsin. Mana ukam olib keldi. Juda reklamani kuchli qildi. Haqiqatda chiqdim qo'shnimnikiga. Issiq bizning xonamiz sal kattaroqligi uchun 20 sm kattarog'idan olib keldik. Hozir mana qo'ydik. Suv isidi. Rahmat, olinglar, maza qilinglar. Tutamas ekan bu. Boshqa qilmas ekan. Ko'mirni chiqmas ekan. Gapi yo'q lekin. Rahmat, tanijoninglar sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi kuningizga bersam aka. Xudo xolasa mana 50 ga 1.60 ligini olib kelib berdik. Kechagina ukalariga 50 ga 1.40 ligini olib kelib bergandik. Sababi bu oshxonalari anchagina kattagina ekan. Ko'rsatib o'tamiz. 7 metrga 3,5 metr dedilar. Shu joyda bemalol isitib bera oladi. Kunlik tok rasxodlari 17 ming so'mgacha o'zi o'chib yongan hisobiga hozir rasxod qiladi. Ichiga suv quyiladi. Mana parovoy отопление to'klisi hisoblanadi. Tokka suqiladi, ustiga bemalol kiyimlarni qo'yib quritsa ham bo'ladi. Mayda choy ham isitib Ha, albatta choylarni qo'yib bersa ham bo'ladi. Eng muhimi, xavfsiz. Hech qanday xavf degan narsa bo'lmaydi. Ma'qulmizga juda ma'qul bo'ldi. Hozir bundan menga hozir mana ikkita singlim, bitta qaynim zakaz dastlabki qiladi, olib keladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha. Yaxshi kuningizga bersam. Rahmat, tanijoninglar sog' bo'lsin. Ha, rahmat.